Avstraliya Baş ministri Scott Morrison Xitoy hukumatini Ukrainaga tajovuz qilishga tayyorlik qilayotgan Rossiyaga qarshi ittifoqlashishga va Rossiyani ayblashga chaqirdi. Morrison Xitoy hukumatining Ukraina masalasi to'g'risida Rossiya bilan ko'rishganligini, lekin Rossiyani ayblamaganligini ta'kidladi. Avstraliyaning Huawei şirketini asosliq ul asliha turlaridan cheklashi va Xitoy virusining manbasini mustaqil tekshirishni talab qilishi ikki davlat munosabatida surkilish paydo qilgan edi. Ukraina Davlat Mudofaa Ministrligi va Ukraina qurolli qismlarining tor bekatlari, shundaqla ba'zi banklarning internet banki sistemasi tor hujumiga uchradi. Ukraina strategiyalik xabarlashish markazining bayonotida hujumning orqasida Rossiyaning bo'lishi mumkinligi o'tirib qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy 2021 yil Yevropa ittifoqining eng chong savdo hamroyi bo'lgan bo'lib, savdo summasi 695 milliard 500 million yevroga yetgan. Turkiya 157 milliard 200 million yevroluk savdo summasi bilan Yevropa ittifoqining 6-chong savdo hamroyiga aylangan. Belgiya hukumati kundalik xizmat vaqtini uzartishga va xizmat kunini haftasiga 4-kuniga qisqartishga ruxsat qiladigan bir qonun loyihasini qabul qildi. Belgiya hukumati emgak islohoti doirasida ma'qullagan qonun loyihasiga asosan xizmatchilar har kuni 9,5 soat ishlashni xohlasa, haftada 4 kun ishlaydi ekan. Bundaq bo'lganda, haftada 38 soat xizmat vaqti 4 kunda tamomlanadi. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev Şimali Atlantik Ahdi Təşkilatının baş katibi Jens Stoltenberg bilan telefonda suhbatlashdi. Azerbaycan prezidentligining bayonotida qaraganda, Stoltenberg Aliyevga telefon qilib, Azerbaycanning Yevropaning ishonchli gaz bilan ta'minlaguvchisi bo'lganligiga va tabiiy gaz eksportini oshirganligiga rahmat aytgan. Rossiya O'rta dengizda ilib berilgan maniver uchun Suriyaning Hümeymin havo armiya bazasiga sur'atda ovozdan tez bo'lgan boshqarilgan bomba o'rnatilgan aeroplanlarni o'rnashtirgan. Mazkur maniverga 140 paraxotdan boshqa 60 aeroplan va 1000 askar qatnashadiganligi ma'lum. Sharqi Turkistonda 23 nafar Uyg'ur Xitoyning 4 fevral kuni o'tkazilgan Beijing qishloq olimpikining ichilish marosimida olimpik mash'ali yondirgan Uyg'ur olimpik mash'alchisi Dilnigar Ilhomjonga to'g'rida fikr yozganlik uchun jazolangan. Xitoy bir Uyg'ur qizni yana bir Xitoy tanarkachi qiz bilan birlikda qishloq olimpikining ichilish marosimida mash'al yondirishga o'rlashtirib, xalqaro qattiq inkas qo'zg'adi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi bilan Oqsaroy bayonotchisi Xitoyning bu harakatiga inkas bildirib, bu diqqatni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan boshqa yoqqa borash harakati deb ayblagan edi.